Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Abdu. Men shuncha kontent qildim, lekin normalniy kontentlarim chiqmayapti. Kerak bo'lsa, birovlardan oldin qo'yadigan postini oldinroq qo'yaman. Editlarini qilib, montajini qilib, bu yoq. Yemaydi prosmotr normalniy bilan. Qadagi bilan bitta qiz keladi-da, Bekani videosini yomsam biladi, normalniy bitta hamda TDM o'ynagan odamni videosini shunday oladi-da, shuni qo'yib turib, nima bolalar bolalar busilar deb shuni qo'yib beradi. Lekin qarasang biladi 5 mingta, 10 mingta komment yig'ilgan biladi. Video kami bir 200 ming prosmotr yegan bo'ladi. Nimaga shunaqa ekan o'zbeklar biladi, tushunmayman. Nima biladi? Mayli bolalar biladi, kontentni biladi. Montajini 2 soat, 3 soatlab qiladi biladi. Вообще aktiv yo'q. Nimaga unaqa mana deb kontent to'xtatsammikin deb oladi. Shuni kommentga kirib